Agar sotishni bilmasangiz, biznes yurg'izishdan foyda yo'q. Hamma biznesmenlar mas'uliyatdan qochadi. Men nima demoqchiman? Men ko'pchilik biznesmenlar bilan borib gaplashganimda ulardan so'rayman. Что nima ish qilasan, qanaqa ish qilasan, что ularni proyektini o'tganda men как agentство bo'lib ular bilan переговор o'tkazayotganimda ular keladi mendan so'rashadi, "Sen nima xizmat qilasan?" Men ularga lead olib kelib beraman. Kontentlarini Instagramda tanitib beraman. YouTube'larda полный hamma Instagram ijtimoiy tarmoqlarida полностью mana shu kontentlar orqali ularga lead olib kelib beraman, ya'ni mijozlar olib kelib beraman. Ularni eng kulgili narsasi menga qancha sotuv bo'ladi. Sotuv birinchidan bitta narsa aytaman, sal qo'pol bo'lsa ham, sotuv masalasi bu ya'ni rizq deyiladi. Har bitta buni oldingi videomda ham aytganman, ya'ni rizqni men ko'paytirib bera olmayman. Men sababini qilib berishim mumkin, ya'ni mijozlarni leadlarni olib kelib berishim mumkin. Lekin ularni sotish o'sha biznes egasini o'zini qo'lida bo'ladi. Ya'ni biznes egasini o'zini qo'lida emas, o'sha komandasini, sotuv menejerlarini qo'lida bo'ladi. Hozir oxirgi payt men ko'p ko'rayotgan narsam, biznesmenlar keladi oldimga, men bilan переговор qilishadi. Nima ish qilib berasan, hamma ishlarni men ularga tushuntirib berganimdan keyin, har bitta narsani detalni aytib berganimdan keyin ular nima deydi? Meni hozir оборотim misol uchun $8,000. Keyingi oy $20,000 qilishimiz kerak, $15,000 qilishimiz kerak. Kechirasiz-ku, ikkita tomondan qarsak bo'lish kerak. Ya'ni men sizga leadlarni olib kelib beraman, siz ularni sotishingiz kerak bo'ladi. Agar siz o'zingizni biznesingizda qanaqadir mahsulotingizni yoki servisingizni sotishni bilmaydigan bo'lsangiz, siz biznesmen emassiz. Umuman biznes qilmasangiz ham bo'ladi. Chunki mana bu yerda sizni katta konkurentlaringiz katta ishlarni qilib, leadlarni olib kelib, ularni konversiya qilib ustida ishlaydi, lekin bir xilga biznesmenlar keladi oldimga. O'shani ustida sotuv qilib bergin deydi. Lekin unaqa ishlamaydi. Nimaga? Siz o'zingizni biznes sohaga kirib kelganingizdan keyin siz sotishni bilishingiz kerak, leadlarni olib kelishni bilishingiz kerak. Lekin ko'pchilik bizneslarda bitta narsa bor, leadlarni olib kelishda muammo bo'ladi. Ya'ni kreativ kontent qilishni bilishmaydi, mana mediani unchalik tushunishmaydi. Shuning uchun men как agentство bo'lib, mana shu mediada qanaqa viral kontentlar, qanaqa organik kontentlar uchishini, targetlarni, nastroykalarini, hamma narsani bilganimdan keyin ularga shunaqa taklif beraman, sizga leadlar olib kelib beraman deb. Endi u leadlarni konversiya qilish bu har bitta biznesni qo'lida bo'ladi. Siz shaxsiy brend yurg'izayotganda qaraysizlar, uslugingizni sotasizmi yoki biznesingizda qaysidir produktni sotasizmi, bu sotish sizning qo'lingizda bo'ladi. Misol uchun men ham qanaqadir klient olmoqchi bo'ladigan bo'lsam, targetingga vazifa qilaman. Что mana shu takliflarni olib chiqishimiz kerak, u kreativ qilib beradi, men leadlarni olaman. Endi u leadlarga sotish bu meni qo'limda bo'ladi, targeting emas. Ularga misol uchun sota olmasam ham men o'zimdan ko'raman aybni. Men ularga sota olmadim deyman. Qaysidir kuchli taklif bera olmadim deyman. Nimaga? Chunki targeting vazifasi kreativ yozib berib, shu takliflarimni chiroyli qilib upakovka qilib olib kelib berishdi. Lekin kelgan leadlarga men ularni olib qolib, ularga sotish bu meni qo'limda. Shuning uchun hurmatli biznesmenlar, agar siz ham qanaqadir agentsiyani o'zingizga olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda sotishni bilishingiz kerak. Agar sotishni bilmasangiz, biznes yurg'izishdan foyda yo'q.